O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Fransiya Respublikasi Prezidenti Emmanuel Macronning taklifiga binoan 11-13 mart kunlari davlat tashrifi bilan ushbu mamlakatda bo'ldi. Tashrif doirasidagi muloqotlarda oliy darajadagi muhim kelishuvlarga erishildi. Ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar strategik sheriklik darajasiga ko'tarildi. Davlatimiz rahbari tashrifning so'nggi kunida ham bir qator muhim uchrashuvlar o'tkazdi. Hurmatli prezidentimiz Fransiyaning yetakchi kompaniya vakillari va banklar vakillari bilan davra suhbati o'tkazdilar. Shu bilan birga UNESCOning bosh direktori Odli Azuli bilan davra suhbati o'tkazdilar va yana shuni kelishib oldilarki, mana joriy yilning kuz oyida bo'lib o'tadigan Samarqand shahrida bo'lib o'tadigan bosh tashkilotning 43-sessiyasi haqida uni o'tkazish to'g'risida muzokaralar olib bordilar. Uning qanday o'tkazilishi, qanday tashkil qilinishi to'g'risida ham muzokaralar olib bordilar. O'zbekiston va Fransiya mamlakatlarining o'zaro munosabatlari strategik darajaga olib chiqildi. Muzokaralar yakunida shu deklaratsiyaga, strategik sheriklik deklaratsiyasiga imzo chekdilar. Hurmatli prezidentimiz Fransiyada bo'lganlarida ishbilarmonlar bilan katta muzokaralar olib bordilar. Ular bilan davra suhbatlar o'tkazdilar. Yelisey saroyida hurmatli prezidentimizni Fransiya mamlakati prezidenti Emmanuel Macron Fransiyaning oliy mukofoti bilan taqdirladilar va mana shu mukofot bu bekorga emas, aynan prezidentimizning hamkorlikda Fransiya bilan hamkorlikda olib borayotgan ishlari natijasi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Bu aynan bizning prezidentimizga berilgani bugungi kunda ikki mamlakatning hamkorligi va aynan mana shu hamkorlikda strategik sheriklikda bizning mamlakatimizning, bizning O'zbekiston Respublikasi prezidentining olib borayotgan ishlari, ularning faolligi belgisi desak ham hech mubolag'a bo'lmaydi.